Jizzax shahar hokimligi majlislar zalida xalq deputatlari Jizzax shahar kengashining 7-chaqiriq 20-sessiyasi o'tkazildi. Unda shahrimiz ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hayoti bilan bog'liq bir qator masalalar ko'rib chiqildi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov, xalq deputatlari, Jizzax shahar kengashi deputatlari, hokim o'rinbosarlari, bo'lim boshliqlari, siyosiy partiya kengashlari raislari, tegishli tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokidagi sessiyani xalq deputatlari Jizzax shahar kengashi raisi Musaxon Imomov ochdi va olib bordi. Dastlab Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov so'zga chiqib, Jizzax shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash, sanoat ko'rsatkichlari, ekspert salohiyatini oshirish bo'yicha ta'kidladi. Deputatlardan hammasidan iltimossiz qolardi. Bir kishiga nisbatan ko'pchilik bo'lib agar harakat qiladigan bo'lsak, albatta ishimiz yengillashadi birinchidan, ikkinchidan ishimiz sifatli bo'ladi, chunki nisbatan kamchiliklar kam bo'ladi. Eng asosiysi qiladigan ishimizni natijadorligi xalqqa yoqadigan qismi ko'proq bo'ladi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangradi. So'ngra sessiya kotibi, kun tartibi va reglament tasdiqlanib, sessiya o'z ishini boshladi. Sessiya kun tartibidan jami 9 ta masala o'rin olgan bo'lib, dastlab Jizzax shahrida kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatchilikni jilovlash, jinoyat sodir etilishi omillarini bartaraf etish va korrupsiyani oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida Jizzax shahar prokurori Muzaffar Mamatovning hisoboti tinglandi. Afsuski, bugungi kunda shu IT texnologiyalari boshqa bir rivojlanayotgan bir vaqtda shu bilan birgalikda kiber jinoyatlarning oshish hisobiga umumiy jinoyatlarimiz ko'payib ketmoqda. Buni ham tadbirlari, har bir qanchalik ko'p tadbirlarni, targ'ibot tadbirlarini, profilaktik tadbirlarni o'quv muassasalari, jamoatchilikda, mahallalarda, boshqa korxona tashkilotlarida o'tkazilyapti. Baribir shu kiber madaniyati IT texnologiyalaridan yoki qo'lidagi oddiy shu foydalanib kelayotgan smartfon telefoni yoki boshqada foydalanish madaniyatiga rioya qilmasligi kiber jinoyatlarda keskin oshib ketishiga sabab bo'lyapti. Shuningdek, sessiya kun tartibidagi ikkinchi masala, ya'ni Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 2026-yil 1-chorak davomida Jizzax shahrini korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha ko'rilayotgan choralar, shaharda huquqbuzarliklarni oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risida, shuningdek jamoat xavfsizligi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Jasur Shirqulovning axboroti eshitildi. Bizda oldini oladigan jinoyatlarimiz bilan nomusga tegishli jinoyatlarimiz bitta bo'lgan. Yengil tan jarohati jinoyatlarimiz oshgan o'tgan yil 3 ta bo'lgan bo'lsa, bu yil 7 ta 133% ga, oilaviy zo'ravonlik jinoyatlarimiz mana o'tgan yil bitta bo'lsa, bu yil 3 taga 200% ga oshib ketgan. Shuningdek, mahalla mas'ullari tomonidan jinoyat jilovlash qoniqarsiz darajada tashkil etilgan. Joriy yilning 3 oy davomida 9 ta o'ta og'ir turdagi jinoyatlar, 7 tasi aniqlanadigan, bittasi axborot texnologiyada va bittasi mahallada sodir etilgan. Sessiya kun tartibidan o'rin olgan 3-masala, ya'ni Jizzax shahrida 2026-yil 1-chorak mahalliy budjet daromadlari bajarilish holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash bo'yicha qilingan ishlar, shuningdek soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar kesimida budjetga hisoblangan va amalda to'langanligi, ular bo'yicha soliq qarzdorligi bo'yicha Jizzax shahar soliq inspeksiyasi boshlig'i Husniddin Umurovning hisoboti eshitildi. Mana shaharni o'sha Amir Temur kerak bo'lsa G'aldorol chegasidan kirib kelib, Paxtakorga chiqib ketishga, Shorobratga chiqib ketishga bo'lgan 2 ta 3 ta yo'ldan boshqa hammasi ko'chaga tovar chiqargan. Qachonki biz borsak, dotvoy solsak olib kiradi, keyin yo'q. Keyin viloyat hokimiyati ham hamma bizga chiqadi, oldiringlar. U bilan qachon tugaydi? Agar shu qaror nimadir bo'lsa, biz unga rozimiz. Agar taklif nima bo'lsa, uni takliflari ham bor, beramiz. 78-sonli qarorda belgilangan. Agar tadbirkor endi shu mexanizm ishga tushdi mana aprel oyidan. O'sha tadbirkor qo'shimcha yerdan foydalansa, o'sha yerga sayyor soliq tekshiruvi o'tkazib, soliq hisoblanadi degan. Lekin ichki tartib hali ishlamayapti-da. Agar uni ham mukammal qilib takliflarni bersak, balki yurib ketsa, mayli, keyin qonuniy qilib qo'ysin, solig'ini to'lasin, byudjetga qo'shimcha manba bo'ladi.
Savol javoblardan so'ng qaror loyihasi ovozga qo'yildi va deputatlar hamda mutasaddi tashkilot vakillari tomonidan bir qator takliflar bildirildi. Shuningdek, sessiyada Jizzax shahar ayollar daftarining 7-bosqichini shakllantirishda ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar muammolarini hal etish bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritasini tasdiqlash to'g'risida Jizzax shahar oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Halima Nigmatovaning hisoboti tinglandi. Unda ta'kidlanganidek, bugungi kunda ayollar daftarining 7-bosqichini shakllantirishda mahallalarning yettiligini kollegial qarori asosida 34 ta mahalladan jami 36.454 nafar 30 yoshdan yuqori bo'lgan xotin-qizlar aniqlangan. O'tkazilgan so'rovnoma natijalari bo'yicha har bir fuqarolar yig'ini kesimida shahar bo'yicha jami 6.355 nafar xotin-qizlar ayollar daftari ro'yxatiga kiritilib, doimiy ishlash tizimini yaratish belgilangan. Shuningdek, sessiyada xalq deputatlari, Jizzax shahar kengashi deputatlari tomonidan yuborilgan deputat so'rovlariga o'z vaqtida javob berish holatlari to'g'risida ham ma'lumotlar berilib, bir qancha tashkilotlar tomonidan bu masalaga befarqlik bilan qaralayotganligi keskin tanqid ostiga olindi. Shuningdek, sessiyada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2026-yil 12-martdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Respublika budjetining, viloyatlar, viloyat budjetlarining, Toshkent shahri shahar budjetining, tumanlar va shaharlar budjetlarining qo'shimcha mablag'larini aniqlash va ulardan foydalanishni tartibga solishni takomillashtirish to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash. Jizzax shahrida iqtisodiyot va mahalliy sanoat yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 31-dekabrdagi Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi. Shahar mahalliy budjetining qo'shimcha manbalari hisobidagi mablag'larni, shuningdek, xalq deputatlari Jizzax shahar kengashining 2026-yil davomida qabul qilingan ayrim qarorlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi masalalar ham muhokama qilindi. Sessiya davomida har bir qaror loyihasi ovozga qo'yildi va deputatlar tomonidan takliflar bildirib o'tildi. Sessiya so'ngida esa ko'rilgan barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.